Narxi qulayda so'rayotganlar uchun xuddi shunaqasidan top qo'yganman. 33 ming AQSh dollari deb aytilyapti. Yana albatta ozmos o'tib beriladigan joylari bor. O'zi ko'pchilikning xabar bor, furalar narxi ko'tarilib qolgan. Megan narxiga mana shu standartni bosib olsangiz bo'ladi. Megalar ham xuddi shunaqa narxlarga hozirgi kunda sotilib turibdi, lekin bu standart. Dafixf 105 460 tliga 8 tli mexanika korobkada yurgan masofasi 1 million 600 ming kilometr masofani bosib o'tgan, lekin bunga 2012-yilda ishlab chiqarilgan motor qo'yilgan. 2021-yilda qo'yilgan ekan. Faqat egalarining o'zlari haydagan mashina holatlari yaxshi holatda turibdi. Videoda mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin, kamchiliklari yo'q. Prisepi 2006-yilda ishlab chiqarilgan standart 96 kubalik krone prisep bo'ladi. Moslari Safmos utka lentakasi ham bor. Balolarning holatini videoda ko'rishingiz mumkin. Ichlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Baklari jami 1200 litrli bak bilan jihozlangan, tigachi balolar yaxshi holatda turibdi. Salon ichlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rib o'zingiz baho berib qo'ysangiz bo'lar edi. Agar furaga qiziqqan bo'lsangiz, manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Egalar nomerini videoni past qismida yozib qoldiraman, telefon qiling. Yana to'liqroq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Boshqa yana sotuvdagi ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizni Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin. Kuniga 5 tadan 10 tagacha furalar arzon narxda sotilib ketyapti. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar aynan bizni Telegramdagi kanalda bo'ladi. Mana shunaqa yaxshi narxdagi fura qidiruvga barcha tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.